Tuzli suvda kartoshkani qaynatib oldim va chala qaynatdim. Sal xomcha bu. Hozir mana shu Life Smile man skоворodkam o'zim olganim, eng kattasi. Как жаровня. Qalin zo'r bu. Hozir kartoshkalarimni bundan solib olaman. O'zim eritgan sariyog' bilan qaviraman. Buni suvini ham to'kib tashlamayman. Nihobligi mazali bo'ladi. Chipseli suviga qo'shib yuborishab harakat qilaman, ko'rsataman sizlarga. Kartoshkalarimiz solindi. Gazni maksimalni ko'taramiz. Chipslar qazonga soldim. Kamgina tuz soldim. Tuzini kamroq solishga harakat qilinglar. Nima deganda kartoshkani suvini solamiz. Kartoshkani suvi tuzli suvda qaynagan bo'ladi. Xo'tlaysiz sho'r qilib qo'yish mumkin. Tuzda qaynatgan bo'lsak ham kamroq tuz uramiz. Kartoshka tuz ko'taradi, bilasizlar. Yana kamgina solsak mazaliroq bo'ladi. Bu qaynaqa kiradi. Tagini baland qildim buni ham. Sal qapoq yopib qavirilsin, ochaman. Men qaynoqqa kirganda ochaman hozir. Tez qaynoqqa kirsin deb qapoqni yopdim. Maslahatim, lekin qaynoqqa kirmaguncha qapoqni yopmasligingiz kerak. Boshimizda o'tiraman. Bu stakan naborini ko'rsatganimdan sabab bu podstavkalardan ham keladi. Bir haftada stakanimni bo'lmali ichida. Qaranglar qanaqa chiroyli.